alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Qo'rg'ontepa tumanining 27-umumiy o'rta ta'lim maktabida Yoshlar kuni, payshanba yoshlar kuni munosabati bilan tadbirlar boshlanadi. Aziz ota-onamizning qalqonimiz buyuk, xalqim suyuk, xalqim bizga iymon, fidodir bu qutlug' vatanga jonimiz buyuk, xalqim suyuk, xalqim bizga iymon. Namuna yaratadi. Yoshlarning ta'lim olishi, sport bilan shug'ullanishi, kasb va til o'rganib ishga kirishi yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun nima sharoit kerak bo'lsa qilib beradi. Har 10 kunda startapchilar bilan uchrashib, alohida mablag' va grantlar ajratadi. Kunlari loyihasi tashkil etildi. Ya'ni har bitta o'quv markazi ochiladigan, odam bo'ladigan yoki tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorga 300 million so'm miqdorida sudda beriladi. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun navbat